Ko'pchilik ertalabdan turishi bilan tishini yuvadi va undan keyin boshqa ishlarini qilib, ovqatlanib, ishiga ketib, bu tavsiya etilmaydi. Ayniqsa siz yotishdan oldin tishingizni yuvgan bo'lsangiz, tishlar nisbatan toza, og'izda bakteriyalar yig'ilgan bo'lsa, buni ertalabdan og'izni apolastitsil bilan chayib olsangiz bo'ladi. Nimaga turgandan keyin darrov tishni yuvib, keyin ovqatlanish tavsiya etilmaydi? Chunki birinchidan bu tishni emalni yuzasida himoya qavati bo'ladi. Ana shuni tozalab tashlash ehtimoli bor. Ayniqsa bundan keyin darrov siz ovqatlanishga o'tsangiz. Ikkinchidan, siz ertalabdan uyg'onganingizdan keyin tishingizni yuvib bo'lganingizdan keyin tabiiyki ovqatlanib bo'lganingizdan keyin juda ham katta ehtimollik bilan tishingizni yuvmaysiz va ovqat qoldiqlari bilan ishingizga ketasiz. Aynan shu sababdan ertalab apolastitsil bilan choy oldik, choy ichdik. Choy ichgandan keyin 10-15 minut vaqt beramiz tishlarda emalini tarkibi tiklanishiga. 10-15 minut vaqt berganimizdan keyin tishlarimizni yuvamiz, keyin ishlarimizga ketaveramiz. Keyingi ovqat qabuligacha tishlarimiz yuzasi toza turadi va sog'lom turadi. Ushbu videoni ertalab turishi bilan tishni yuvadigan tanishingizga yuborib qo'ying. Sahifamga obuna bo'ling.